kasal bolam, mani ko'rikka keldingmi katta bola bo'lib? Buncha gapirdingiz, balki tushunmaydi-ku. Siz kabi ko'pchilik onalar chaqaloq tushunmaydi-ku deb bola bilan umuman gaplashmaydi. Aslida homiladorlik davrining 18-haftasidan boshlab ichki quloq shakllanishni boshlaydi va tashqaridagi tovushlarni qisman qabul qiladi. 25-haftaga kelib esa ovozlar intonatsiyasini farqlashni boshlaydi. 32-haftasiga kelib esa onasini ovozini aniq ajratadi. 34-haftaga kelib otasini va uydagi yaqin insonlarni ovozini farqlashni boshlaydi. Bunga misol olimlar o'tkazgan tadqiqotlar. Masalan, homiladorlik vaqtidayoq datchik orqali homilaga tovushlar uzatilgan. Misol uchun, yoqimli musiqada homilaning jilmayishi, qo'rqinchli yoki xavfli musiqalarda qoshlarini chimirib reaksiya qilishi kabi holatlar kuzatilgan. Shunday ekan, yangi tug'ilgan chaqaloq dunyoga kelishi bilanoq uydagi barcha oila a'zolari, xususan ona, chaqaloq bilan juda ko'p marotaba gaplashish kerak. Uning og'zining artikulyatsion harakatlari bolaga uzatiladi, bola o'rganadi va har tomonlama ham emotsional, ham aqliy jihatdan yaxshi va tezroq rivojlanadi. Shunday ekan, chaqalog'ingiz bilan ko'proq gaplashing. Bola salomatligi bilan bog'liq bo'lgan to'g'ri ma'lumotlarni bilish uchun sahifamga obuna bo'ling.